7-qism. Abdulloh ibn Umar va ibodat. Ibodat deyilsa, zehnimizga darhol namoz, ro'za, zakot va haj keladi. To'g'ri, bular eng asosiy ibodatlar, lekin barchamiz bilamizki, ibodat faqat mana shu ulug' arkonlar yoki amri ma'ruf, infoq, ehson, qurbonlik qilishdan iborat emas. Ibodat tushunchasini ancha kengroq ma'noda anglashimiz kerak. Buyuk lug'at olimi Ibn Manzur Lisonul Arab kitobida ubudiyat, ibodat istilohlarini shunday izohlaydi. Ubudiyat banda Allohning hukmlariga rozi bo'lishidir. Ibodat bandaning Alloh rozi bo'ladigan ishlarni qilishidir. Demak, bu masalani shu ikki jihati bilan tushunishimiz kerak. Bir kishi yaxshi amal qilsa, Alloh sizdan rozi bo'lsin deb duo qilamiz. Bu duoni ba'zan sen Allohdan rozi bo'l shaklida ham aytishimiz kerak. Chunki Allohdan rozi bo'lmagan odam Allohni rozi qila olmaydi. Agar Allohdan rozi bo'lishni o'rganib, bu ma'noda qilinishi kerak bo'lgan ishlarni qila olsak, hayot tarzimiz Alloh rozi bo'ladigan ko'rinishga keladi. Sahobalar, salafi solihlar yo'lni shunday boshlaganlar. Shuning uchun ular o'zlarida yo'q narsani orzu qilmadilar, balki ega bo'lib turgan ne'matlarning qadriga yetdilar. Hayot tarzimizni Allohdan rozi bo'lishdan boshlasak, biz ham sahobalarning chinakam bandalik maqomlari tomon yurgan bo'lamiz. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu hayot yo'liga Allohdan rozi o'laroq chiqib, bu yo'lni oxirigacha Allohni rozi qilishga intildilar. Qaysi sahobani hayot daftarini ochmaylik, bir-biridan xushbo'y iforlar sochiladi. Insonning ehson, ixlos borasidagi shuuri qanday bo'lsa, ana shunday xush tarovat taratadi. Payg'ambarimiz alayhissalom buni tushuntirish uchun shunday misol keltiradilar. Qur'on o'qiydigan mo'min utrujjaga o'xshaydi. Utrujja apelsinga o'xshash meva. Hidi ham xushbo'y, ta'mi ham shirin bo'ladi. Qur'on o'qimaydigan mo'min xurmoga o'xshaydi. Hidi yo'q, lekin ta'mi shirin bo'ladi. Qur'on o'qiydigan munofiq rayhonga o'xshaydi. Hidi xushbo'y, lekin ta'mi achchiq bo'ladi. Qur'on o'qimaydigan munofiq achchiq o'tga o'xshaydi. Hidi ham yo'q, ta'mi ham achchiq bo'ladi. Rasul akram alayhissalatu vassalam mana shu ifodalar bilan inson hayotida iymon haqiqatlar qanchalik aks etsa, u shunchalik iforli bo'lishini bayon qilmoqdalar. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhuning hayot daftarini qo'limizga olar ekanmiz, qalbimizni to'lqinlantiradigan 5 xil iforni darhol his qilamiz. Nubuvat bo'stonining ifori. Sahobalar mana shu bog'da unib o'sgan avloddir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Dorul Arqamni, Suffa maktabini insho etib, bu bo'stonda buyuk qahramonlarni yetishtirdilar. Bu bog' va bo'stonga kirganlar u yerdan ozmi ko'pmi nasiba olib, o'z davri va undan keyingi asrlar uchun xushbo'ylik ulashdilar. Biroq Ibn Umar roziyallohu anhuning bir farqli tomonlari bor. To'g'rirog'i, aslida u kishining o'ziga xos jihatlari juda ko'p, lekin bir xususiyatlari alohida ajralib turadi. Bu xususiyat u zotning sunnatga hayratlanarli darajada ergashishlaridir. U zotda nabaviy sunnatni xonadon sohibalaridan biri orqali o'rganish imkoniyati bo'lgan. Bilamizki, Abdulloh roziyallohu anhu Hafsa onamizning ukasi bo'ladilar. Hafsa onamiz esa nubuvat xonadonining bekalaridan. Shuning uchun ham Abdulloh ibn Umar mazkur xonadonga ruxsatsiz kirib chiqib tura oladigan baxtiyor insonlardan biri edilar. Opalari yordamida payg'ambarimizning shaxsiy maskanlariga doir ko'p narsalarni o'rgandilar. Ko'pchilikka maxfiy bo'lgan mahram masalalarni eng kichik tafsilotlarigacha o'qib, ularni hayotlariga tatbiq etganlar. Boshqalarni ham bu yaxshi amallarga targ'ib qilganlar. Foruqlik siymosining ifori. Foruq Abdulloh ibn Umarning otalari Umar ibn Xattob roziyallohu anhuning laqabidir. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ko'plab sahobalarga ismdan tashqari turli nomlar ham berganlar. Hazrati Umar hidoyat bilan zalolatni farqini eng nozik nuqtalarigacha farqlay olganlari uchun shu unvonga sazovor bo'lganlar. U zotni hayotlarini o'rgansak, foruq bo'lish nimaligini to'la to'kis anglab yetamiz. Hazrati Umarning vafotlaridan keyin esa foruqlikni Abdulloh ibn Umar namoyon qildilar. Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhuning o'g'li Abu Salama shunday deydi: Umar yashagan davrda unga o'xshash sahobalar ko'p bo'lgan, ammo Abdulloh yashagan davrda Abdullohga o'xshagani yo'q edi. Hijriy 50-yilning oxirini o'rgansak, Abu Salamani mazkur e'tiroflari naqadar to'g'ri ekanligini anglaymiz. Shahodat ishtiyoqining ifori. Abdulloh ibn Umarning otalari bir umr shahidlikka erishish ishtiyoqida yonib yashadilar. Hazrati Umarni tilidan tushirmaydigan duolari: Allohim, menga shahidlikni nasib qilgin, Rasuling shahrida vafot etishni nasib qilgin deyish bo'lgan. Qizlar Hafsa bu duoni eshitib, otajon, bu duoyingiz qanday qilib ijobat bo'ladi? Axir payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning shaharlarida kimga shahidlik nasib qiladi? Axir Madina tinchlik, omonlik shahri bo'lsa, deydilar. Hazrati Umar: Alloh istasa nasib qiladi, deb javob qiladilar.
Darhaqiqat Umar roziyallohu anhu payg'ambarning shahrida, payg'ambarning masjidida, payg'ambarning mehrobida, namozda, sajdada turgan hollarida suiqasdga uchrab, so'ng shahodatga erishdilar. Abdulloh ibn Umar ana shunday zotni xonadonida voyaga yetdilar. U kishini ko'pchilik unchalik tanimaydigan bir amakilari bor edi. Hazrati Umar shunday hayot kechirdilarki, bu akalarini soyada qoldirgandilar. Ammo o'sha akalari shahodatga ukalardan ham ko'proq haris bo'lgan. Hazrati Abdulloh amakalaridagi shahodat ishtiyoqining urug'larini ilk kunlarida yuraklariga qadagandilar. Madh qilayotgan bu sahoba Zayd ibn Xattob edilar. U kishi Yamomada shahid bo'lganlarida Hazrati Umar shunday deganlar: Alloh Zaydga rahm qilsin. U ikki go'zal ishda mendan o'zib ketdi. Mendan oldin musulmon bo'ldi, mendan oldin shahid bo'ldi. Ha, Abdulloh ibn Umar shahodat ishqini amakilaridan ham, otalaridan ham olib, qalbga muhrladilar. Butun umr shahodat ishqida yonib yashadilar. Marhamat shabadasining ifori. Abdulloh ibn Umarning onalari Zaynab binti Maz'un bo'lib, ba'zi rivoyatlarga ko'ra Hazrati Umardan oldin musulmon bo'lganlar. Ammo erlardan qo'rqib, buni oshkor qilmaganlar. Bir o'rinda aytilishicha, u kishi Makka da vafot etganlar. Hijrat qila olmaganlar. Yana bir rivoyatda esa Madinaga hijratdan keyin ko'p o'tmay vafot etganlar deyilgan. Qisqa hayotlariga nazar solsak, barcha onalarda mavjud bo'lgan marhamat tuyg'usi Zaynab onamizda yanada ziyoda bo'lganini ko'rish mumkin. Abdulloh roziyallohu anhu mazkur tuyg'uni onalaridan olib, uning iforini butun olamga yoygandilar. Ibodat ishqining ifori. Abdulloh roziyallohu anhuni tog'alaridan biri Usmon ibn Maz'un sahobalar orasida ham ibodatga kuchli muhabbatlari bilan ajralib turardilar. Payg'ambarimiz alayhissalom bu zotni ham mo'tadillik chegarasiga tushirishga majbur bo'lganlar. Usmon ibn Maz'un roziyallohu anhu tog'a sifatida jiyanlarini qalbiga ibodat ishqini ekkan edilar. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu nubuvatni 3-yilida, milodiy 614-yilda dunyoga kelganlar. U paytlarda Hazrati Umar hali islomni qabul qilmagan edi. Makka davri bolalik paytlariga to'g'ri kelgani uchun Hazrati Abdulloh bu davrga oid bir necha hadis rivoyat qilganlar xolos. Ana shu hadislardan biri u kishini tarbiyasidagi xususiyatlarini o'rganishda muhim ahamiyatga ega. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu shunday rivoyat qiladi: Payg'ambarimiz alayhissalom mehmonlarni ikrom qilish uchun suvga qo'l uzatdilar. Men u zotni o'ng taraflarda o'tirgan edim. U zot menga qarab, "Suv navbati senda. Chunki o'ng tarafimda o'tiribsan. Lekin avval kattalardan suv ulashishimga izn berasanmi?" dedilar. Men o'ylab ko'rib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga shunday dedim: "Yo'q, ey Allohning rasuli, jonimni berishga ham tayyorman, lekin sizning qo'lingizdan oladigan narsamni hech kimga bera olmayman. Kattalar meni ma'zur tutishsin. Suvni o'z navbatim bo'yicha ichaman." Payg'ambarimiz alayhissalom suvni menga uzatdilar. Men olib uni ichdim. Payg'ambarimiz alayhissalom xayrli ishlarni o'ng tarafdan boshlashni tavsiya qilganlar. Qanday davri bo'lishidan qat'iy nazar, agar aytganlarini aksini qiladigan bo'lsalar, so'zlari atrofdagilarda yetarlicha ta'sirga ega bo'lmasligini bilardilar. Abdulloh ibn Umar endigina 10 yoshga to'lganlarida otalari Hazrati Umar bilan Madinaga hijrat qildilar. Madinada Rasul akram alayhissalatu vassalam Masjidi Nabaviyni va Suffa maktabini barpo qildilar. Shu orada Abdulloh ibn Umarning onasi vafot etdi. U kishi endi uyga ketmay, Suffa maktabini talabasi bo'lib, o'sha yerda qoladigan bo'ldi. U zot bu paytlarni shunday eslaydilar: Madinaga hijrat qilganimdan keyin uyimga ham bormay qo'ydim. Qachon uyimizni oldidan o'tsam, ko'zlarimni berkitib olardim. Uyimizni ko'rishni istamas edim. Chunki uyimizni rosa sog'ingan edim. Ko'rib qolsam, masjiddan ketib qolishimdan qo'rqqanim uchun shunday qilar edim. Maqsad ilm yo'lida yuksalish bo'lsa, ko'zlagan marralarga erishish uchun kichik narsalarni fido qilasiz. Abdulloh ibn Umar 10-11 yoshligidayoq ilm olishdan chalg'itmasin deb butun borliqlarini, zehnlarini, qalblarini ta'lim maskani bo'lmish Suffa maktabiga qaratdilar. Abdulloh ibn Umar 12 yoshdayoq Badr g'azotida ishtirok etishni istadilar. Lekin yoshlari kichik bo'lgani uchun payg'ambarimiz alayhissalom bir necha yoshlar bilan qo'shib, u kishini ham qo'shinga kiritmadilar. Bu haqda o'zlari shunday eslaydilar: Hayotimda Badr lashkari safidan ayrilgan kunimdek iztirob chekkan, ko'z yosh to'kkan boshqa kunimni eslay olmayman. O'sha kuni ertalabgacha yig'lab chiqqanman. Oradan bir yil o'tib, Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu bu safar Uhud g'azotida qatnashmoqchi bo'ldilar. Biroq Nabiy sollallohu alayhi vasallam yana u kishini ortga qaytardilar. Nihoyat 15 yoshga to'lganlarida Xandaq g'azotiga qo'shildilar. Shu kundan boshlab barcha g'azot va safarlarda ishtirok etdilar. Hudaybiya, Haybar, Mu'ta, Tabuk va boshqa voqealarda payg'ambarimiz alayhissalom bilan birga bo'ldilar. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning vafotlaridan keyin ham Abdulloh ibn Umarning jihod va shahidlik ishtiyoqi kamaymadi.
U kishi Shom, Iroq, Basra, Misr va Afrika fathlarida qatnashdilar. Xuroson va Eron safarlarida bo'ldilar. Hijratni 49-yilida Islom lashkari Qustantiniyaga yetib kelganida 60 yashar Abdulloh ibn Umar ham shu qo'shin ichida bor edilar. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhuni jihodga ishqi qanchalik bo'lsa, ilmga ishtiyoqlari ham shunchalik baland edi. U kishi rivoyat qilgan hadislarning soni 2630 taga yetgan. Abdulloh ibn Mas'ud u zotni ilm bobidagi martabalarini e'tirof etib shunday deganlar: yoshlar orasida ilmga Abdulloh ibn Umardek odamni ko'rmadik. Rivoyat qilingan hadislar soni ham bunga eng katta dalil. Bugun ham diniy hukmlarni chiqarishda u zotni fatvolaridan foydalanib kelamiz. Abdulloh ibn Umarning sahobalardan ham, tobiinlardan ham ko'plab talabalari bo'lgan. Abdulloh ibn Abbos, Jobir ibn Abdulloh va yana bir qancha sahobalar u zot yetishtirgan olimlardan edilar. Tobiin avloddan esa Anas ibn Sirin, Hasan Basri, Said ibn Musayyab, Mujohid, Tovus, Sha'biy, Nofi rahmatullohi alayhim u kishining shogirdlari hisoblanadilar. Abdulloh ibn Mas'udga Hanafiy mazhabini nisbat berganimizdek, Abdulloh ibn Umarga Shofiiy va Molikiy mazhabini nisbat berishimiz mumkin. Bu ikki mazhabni shakllanishida Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhuning o'rinlari yuksak. Ya'ni u zotda iqtido xislati ham borki, ba'zilar buni mubolag'a yoki majnunlik sifatida ko'rishadi. Ammo aslida bu chinakam ishqdir. Ishq esa ba'zan chegara bilmaydi. Ibn Umar ham chegara bilmas oshiqlardan biri edilar. U zotni hammamizga ma'lum so'zlari bor. Menga qilinishi kerak bo'lgan ishni hukmini, ya'ni farz, vojib yoki mustahabligini aytmanglar. Bu ishni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qilgan yoki qilmaganlarini aytinglar. Agar u zot shu ishni qilgan bo'lsalar, hukmi qanday bo'lishidan qat'iy nazar men ham uni qilaman. Abdulloh ibn Umar Rasul akram alayhissalatu vassalam namoz o'qigan joylarida namoz o'qir. U zot yurgan yo'llarida yurardilar. Bir safar Hudaybiyadan kelayotib, bir daraxtning orqasida biroz turib, keyin ortga qaytdilar. Nega bunday qilganlarini so'rashgan edi, shunday dedilar: Allohga qasamki bilmayman, lekin Nabiy sallallohu alayhi vasallamni shunday qilganlarini ko'rganman. Shuning uchun amallarim u zotning amallariga o'xshashini istadim xolos. Aytishim kerakki, u zot bu ishlarni qilishni boshqalarga buyurmas edilar. Bu o'zlarini tutgan yo'llari edi. Bir safar kasallik tufayli sochlarini oldirib tashladilar. So'ng odamlarga shunday dedilar: musulmonlar, Nabiy sallallohu alayhi va sallam ham shunday qilgan ekanlar deb o'ylamanglar. Men xastalik tufayli shunday qildim. Agar xasta bo'lmaganimda sochimni oldirmagan bo'lar edim. Shuning uchun ham Oysha onamiz roziyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga sahobalar ichida Abdulloh ibn Umarchalik qadamba-qadam ergashgan odamni ko'rmadim deganlar. Bir kuni payg'ambarimiz alayhissalom Masjid Nabaviyga keladigan ayollar ko'payib qolganini ko'rib, sahobalarga shu eshikni ayollarga xoslab qo'ysangiz, o'sha yerdan kirib chiqishsa dedilar. Odamlar buyruqni bajarishdi. Sahobalar shunga aloqador quyidagi hodisani tilga olishadi. Masjid bo'm-bo'sh bo'lib, u yerdan birorta ayol o'tmasa ham, Abdulloh ibn Umar ayollar uchun ajratilgan eshikdan kirmas edi. Hayoti davomida o'sha eshikdan kirmadi. Abdulloh ibn Umar o'g'li Bilolni soliha ayolga uylantirdi. Bir muddat o'tgach, kelin qaynotasini oldiga kelib: "Ey Rasulullohning sahobasi, o'g'lingiz Bilol juda yaxshi inson, lekin bir masalada shikoyatimni aytish uchun oldingizga keldim. Rashk qilib, masjidda namoz o'qishimizga izn bermayapti" dedi. Abdulloh ibn Umar darhol o'g'lini chaqirtirib shunday dedilar: "O'g'lim, biz ham bir muddat sen kabi yo'l tutganmiz. Ayollarimiz masjidga kelishiga to'sqinlik qilganmiz. Keyin payg'ambarimiz alayhissalom bizni chaqirib, Allohning muslima bandalarini masjidlardan to'smanglar dedilar." Abdulloh ibn Umar so'zini tamomlar ekan, o'g'li: "Otajon, ammo" dedi. Bilol so'zini tamomlab ulgurmasdan Abdulloh ibn Umar dast o'rnidan turdi-da, otasi Umar kabi g'azablanib shunday dedi: "O'g'lim, men senga Rasulullohning so'zlarini aytayapman, sen bo'lsa ammo deb o'z gapingni aytayapsan. Rasulullohning so'zlariga ammo deydigan odam mening o'g'lim bo'lmaydi. Vafotimga qadar sening yuzing menga harom bo'ldi." Abdulloh ibn Umarning talabasi Nofi aytadi: Ibn Umar umrining oxirigacha o'g'li bilan gaplashmadi.